Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2023 yil 2 oyning 24-kuni juma. 2 haftada bir qatim chiqadigan programga chiqishim. Bu yaqinqi eng cho'ng xabarniki birsi. 2 oyning 15-kuni dunyodagi har qaysi joylaridan necha yuz Uyg'ur qarindoshlar Shveysariyaniki Jeneva shahriga berib aşağıdaki Wilson Merkezi binasının altında Xitay'daki irqi qırınçılığa karşı namayış ötküzdü. Bu Uygurlar için pek çoğun iş. Uyaga bağlan qarindoshlar sizlar japa çekdinglar. Uygur milleti sizlerden ait minnettar. Sizlerden pek razı. Ben sizlerge chin ko'ngildan rahmat aytaman. Bu haftadaki ikinci çoğun xabar München'da xavfsizlik, xalqaro xavfsizlik yig'ini ochildi. Bu yig'inga Dunyo Uyg'ur qurultayiniki rahbari Dolqin Aysa inimiz berib qatnashdi. Bu qatimqi bu ish nihoyatda bir Uyg'urlar uchun bir zo'r ahamiyatga ega bir ish bo'ldi. Sababi nima desanglar, garchi Uyg'urlar hozir bir millat sifatida yo'qolib ketishdek og'ir xatarga duch kelgan bo'lsaqmi, o'zimizmi her cihetki kuchimiz uncha kuchli bo'lmasimi, xalqarodagi mushnaq nurg'un bir yuzdan ortiq davlatniki eng oliy darajalik rahbarlari qatnashgan bir yig'inga bir Uyg'urniki berib qatnashib, shu rahbarlar qatorida o'rin olib, Amerikadagi muavin prezidenti Kamala Harris masalan, burunqi bayonotchisi Nancy Pelosi qatorlar bir yerda o'tirib Muşundaq bir yig'in qatnashishi bu nihoyatda cho'ng ahamiyatga ega. Bu dunyoniki Uyg'urlarni yenilamkin nihoyatda muhim o'ringa qo'yayotganligi, garchi bizniki o'zimizning bir mustaqil davlati bo'lmasimi, Uyg'urlarniki ichidagi mana bir tashkilotning rahbariga xuddi bir davlatning rahbaridek muomala qilayotganligidan darak beradi. Shunga bu bir nihoyatda biz uchun bir xo'shallanarli ish. Uçadaki manzaralarni ko'rdinglar, nihoyatda ta'sirlik. Men nihoyatda ta'sirlandim. Endi bu qatimqi bu xavfsizlik yig'ini munosabat bilan yana o'tirg'a chiqqan bir qism nihoyatda muhim uchurlar bor, xabarlar bor. Bo'libmi Xitoy Amerika munosabati, anikin Ukraina Rossiya munosabati va bu munosabatdagi Xitoyning roli qatorliq bu ishlar to'g'riliq men shu bugungi siyoniki bugungi so'zning oxirida biroz to'xtalaman. Endi yaqinda yuz bergan yana bir cho'ng ish Turkiyadagi qattiq yer davrash bo'ldi. Meniki eng oxirida anglagan ma'lumotim asoslangan chog'da Turkiya va Suriyada 44 mingdek odam o'z hayotidan ayrilibdi. Bu bir haqiqatan cho'ng ichinish ish. Bu yatavergan chog'da bu qatim yer sharining bir yeriqi mundaq bir-biriga oldi keyin bo'lib surkilib tarabdi ekan mundaqsiga. 300 kilometrdek oraliqda mana bir-birisiga qarama-qarshi menib, surilib ketgan eng cho'ng oraliq 7 metr keldi ekan. 7 metr kelib, ondan keyin o yerlar yerilib, o'tirdiki, yelg'ayadagi narsalar o'tirib tushib degandek ajoyib ishlar bo'lib ketdi. Yatavrash ilmiy haqida chet eldagi qarindoshlar bir qancha suhbatlarni o'rlashtirdi. Ehtimol bu jihatda yaxshi xabardor ma'lumot bo'lib qoldinglar deb o'ylayman. Endi bu qatimki mushvaqatdan keyingi bir ta'sirli ahvol chet eldagi Uyg'ur qarindoshlar, Turkiyadagi Uyg'ur qarindoshlar bu ishga alohida ko'ngil bilib, nihoyatda cho'ng yordam qildi. Bo'libmi Turkiyadagi qarindoshlarning ichida jiddiy qutqizish ishlariga yordamlashgan Uyg'urlarmi ko'p. Ondan keyin tamoq etib, shu yatavrash munosabati bilan uysiz qolib qolgan, ochliqda qolib qolayotgan qarindoshlarga, mayli turk bo'lsin, mayli Uyg'ur bo'lsin, yordam qilgan qarindoshlar. Bular ajoyib bir isil xislatni, fazilatni namoyon qildi. Uyg'urlarning yuzidan ayt ko'tardi. Qolgan ellardagi qarindoshlar bo'lsa, yanına to'plab avatish yoki yatavergan rayondagi xalqlarga lozimatlik buyumlarni avatish jihatlarida nihoyatda isli ishlarni qildi. Bu jihat ishlarimiz bek ta'sirli bo'ldi. İyan toplash jihatimi
Amerika'nın üzdillamken Kuzat Altay inimiz $260,000 ondan jarab pul mağdudi. Ondan keyin şu her bir Uyg'urlar to'plashib yashayotgan har bir rayonda Uyg'urlarniki iyon to'plash ahvolimi yaqinqi 5-6 yilning mobaynida ko'rib boqmagan darajada intayin yaxshi bo'ldi. Endi bu ish iyon to'plash, bu qatimki iyon to'plashniki miqdorining zo'rligi, ba'zi chiqqan xabarlarda Uyg'urlarniki to'plagan jami puli $1 million eshibdi degan gaplar bor. Men bu jihatda aniq sonni bilmayman. İctimai taraflarda ko'rgan sonim shu. Ishqilib bu ishlar nihoyatda ta'sirli bo'ldi. Endi bir qism qarindoshlar bu qitimki iyon to'plashni yaqinqi Xitoyniki cho'ng irqiy qirg'inchiligi boshlangandan keyingi Uyg'ur davosi uchun iyon to'plash ishlari bilan solishtirib biroz bu tushunilmaslik ahvolni mana ahvollarni ko'rildi. Ondan keyin zodi bu nima uchun o'zimiz mana nayet eğir küllerge kağa vaktimizde üzümüzdeki davası için, üzümüzün kutkuzuş yolu da iyon toplasak onca yığılmaydı. Başka için toplagan çağda bunun etnisi başka şey oldu deyip oylap. Şunda inkaslarını kayıtlayan kırındaşlarımız köp çıktı. Bunun düşünüşki bulundu. Xitaylar, Uygurlar üstüden çoğun kölemdeki ırkî kırgınçlıkını başlaştım burun. Chet eldeki Uygurlarniki iyoni birish qizg'inligi intayin yuqurdi. Ağırlıkta nayda köp bu daşlar bulungan nurgun pullarını çıkarganın içinde memnun var. Keyince bazı bir kısım işler kütkendek olmagandakin kırındaşlarındaki kızgınlığa biraz tesir etti. Lekin vakitim müşündek bir ruhunu kaydadan köydük. Ben uzun boğan oylanıvatqılı. Eğer de bizim kulumuzda Uyg'urlarni qutqizish, Uyg'ur davosi uchun ishlatiladigan $1 million pul bo'lsa, chet elda qanday ishni qilib bo'ladi? Hozir qilamagan ishlardan qaysini qilib bo'ladi degan savol mening kallamda davomli bor. Bu jihatda mening ishonchim bor. U qanday ishonch desanglar, agar biz shu sohada chet eldagi qarindoshlarning qoyilligidek bir ideyani planni o'tirib chiqara olsak, chet eldeki Uyghur qarindoshlar qarab turmaydi. $1 million pul yig'ish imkoniyati bor deb o'ylab kelganman hozirga qadar. Bu qitim shu yetarashdan keyingi chet eldeki qarindoshlarning qizg'inligidan ashunday bir ruhni ko'rdim men. Shunga bu jihatda mening yana ishonchim komil. Agar yaxshi plan bo'lsa, chet eldeki Uyg'urlar cho'qim o'ziniki iqtisodiy qobiliyatining yetishicha o'tirib chiqadi deb o'ylayman. Endi yaqinda bo'lgan yana bir ish bo'lgan chislag'i 24-21 xalqaro ona til bayram kuni bo'ldi. Mush munosabat bilan chet eldagi Uyg'ur jamoatining ichida ba'zi yerlarda tabriklash faoliyatlari o'tkazildi. Amiyati degidek bu qitim shu Uyg'ur ona tilini qo'g'dash, Uyg'ur ona tili tarbiyasini kuchaytirish yo'lida ep bo'lgan ishlarning xulosasi video shaklida. Bu işler köp oldu, köp videolar oturup çıktı. Ahval adamlarına hoşçakal kılıyordu. Hazır chet elde Uyg'urlar toplaşıp yaşayan joylarning hammasida umumyuzlik bu jihatda qo'zg'alish, uyg'onish mavjud. Isli ishlar o'tirib chiqyotidi. Uni mushqitimki dunyo ona til bayram kunisidagi buni o'tirib chiqqan ma'lumotlarni hammamiz ko'rib oldik. Kishini xo'shal qiladi. Muşu münasebet bilen Abdullah Ayıp inimizniki 6. kitabı neşrden çıktı. Yakında muşun ülgütüp çıktı bu kitapni. Uygurluk dersi degan kitap. Bu kitap hakkında Abdullah inimiz Facebook'a tepside tushuncha yazdı. Bu kitapta qanday mazmun borligini. Kitapni qo'linglarga olamagan qarindoshlarmi hech bo'lmasa mush kitap hakkında Abdullah inimiz yozgan tushunchani izohatni bir o'qib baqsanglar. Bunun için nim bağlığını. Şu yaqinqi 2 yil ichida o'tgan yil bu yil biz Abdullah inimiz tayyorlagan kitapdan jami 6 kitap chiqardik. Buniki 5 kitapniki chiqimini Euro Project fondi chiqardi. Yana birisini Kaliforniya San Francisco rayonidagi Uyg'ur fondi degan jamiyat chiqardi. Shunday qilib jami 6 kitap chiqib bo'ldi hozir. Yeni bir nechisi bor. Bu endi shu Uyg'urlarniki ana tilini chet elda saqlab qolish jihatda ilingan muhim qadamlar.
hozirga qadar chet eldagi qarindoshlar bu ishlarni yaqindan qo'llab bu ishga yordamlashib keldinglar. Bu ruhni bundaki davomlashtirsak. Endi yaqinqi bir qancha kundan ichida chiqqan bir voqea bor. Bu voqea to'g'riliq men Facebook'ga azroq bir narsani yozib qo'ydim. WhatsApp'larga o'tdim. U Ahmad Ismoil degan kishiniki chiqqan bir kitobi inglizcha chiqibdi bu kitob. Mening olishimcha men ko'rib boqmadim. Kitobniki mazmuni haqida hech qanday narsa ko'rib boqmadim. Men hozir to'g'riliq u jihatdan bir narsa so'zlash planim yo'q bo'lgan. Endi bu kitob inglizcha chiqibdi. Temisi Sharqiy Turkiston deb davlat qurilmaydi degan temidagi bir kitob ekan. Bu kitobniki chiqishi chet eldagi Uyg'urlar ichida cho'ng bir g'ulg'ula qo'zg'adi. Hozir bu g'ulg'ula hozir davomlashyotdi. Men bu Ahmad Ismoil degan kishi bilan ko'rishib qolganligim esimda yo'q. Anlasam 2018-yili Shveysariyada bo'lgan cho'ng ko'lamli namoyishga berib ekanmish. U chog'da men borgan, ammo ko'rishmaganman, men esimga ololmadim. Moskvada qolib ekanmish men anlasam. Endi bu yerda bunday bir masala bor. Hozir biz bir irqiy qirg'inchilik ostida turyapmiz. Vatanning ahvoli, millatning ahvoli intayin xarob. Bir Xitoyniki davlat rahbari bor, Viktor Gou degan Xitoy. Bu Xitoy 2018-yili Al Jazeera TV'siniki televizorniki ziyoratini qabul qilgan chog'da hammani qo'shganda Xinjiangda 6 yoki 7 million Uyg'ur bor degan. Men uning bu gapini Xitoy Sharqiy Turkistonda qanchalik odamni hayot saqlab qolganligi to'g'risidagi plani Xitoyniki plani shu deb tushunib keldim. Shuningdek yoki buni ko'p qatam o'tirib qo'ydim. Hozir vatandagi ularning nüfusidan azlab ketdi. 6 million 7 millionga tushib qolib bo'ldimi yoki undaq emasmi bilmaymiz. Xitoyniki plani shundoq. Ishqi biz intan bir egri kunda. Mana bir kunda endi ozodlikqa qanday erishish, zulmdan qanday qutulish, erkinlikka erishgandan keyin nima ishlarni qilish, qurilmoqchi bo'lgan davlatning hokimiyat ramkasi qanday bo'ladi degan ishlarni muzokara qilg'ash turish bu aslida bu normal ish, qiymati bor ish bu. Lekin bu ishlar hozircha Uyg'urlarning o'zimizning ichida bo'lib tursa bo'ladi. O'tgan yil men xalqaro muhokama yig'inlaridan 3ga bordim, boshqa ellardagi. Ikkisi chet elda, birisi Amerikada bo'ldi. Hozir xalqaroliq advokat, xalqaroliq siyosatchilar, hukumat boshliqlarining og'zida Uyg'urlarniki o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi bor degan gap so'zlar ko'p chiqdi o'tgan yil. Misli ko'rilib boqmagan darajada, burun bo'lib boqmagan darajada. Endi xalqaro jamoat Uyg'ur masalasini muzokara qilgan chog'da Uyg'urlarniki o'z taqdirini o'zi belgilash, Sharq Turkistonniki o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi bor devatgan vaqtda Uyg'urlarning ichidan birlardan chiqib Sharq Turkiston degan davlat qurilmaydi. Biz Xitoy bilan yashaymiz degandek mundaq narsani ingliz tili dunyosiga ko'tarib chiqishi men uniki oqisidagi logikani tushunamadim shaxsan. Bu hayron qolarlik bir ish bo'ldi. Bu to'g'riliq men hozir buni ko'p demayman. Albatta men degandek bizga fursat kelgan chog'da Uyg'urlar qanday davlat quriydi. Hozir bu jihatda qanday tayyorgarlik qilish kerak degan masala ustida qalam tartatgan ziyolilar bor. İstanbul'da Cirimleksiya degan faoliyat uchun maqola yozilgan maqolalarning ichidami mushu temani cho'rilab yozilgan maqolalar bor. Ular bilan keyin uchrashsizlar. Shunga bu bir qism gaplarni hozir biz o'z ichimizda qilib tursak bo'ladi. Endi biz Sharq Turkistonda davlat qurmaymiz, Xitoy bilan yashaymiz degandek bunday gap so'zlarni ingliz til dunyosiga ko'tarib chiqishniki hozir nima ahamiyati bor, qiymati bor, buni tushunmak tez. Hozir nurg'un kishilarniki beshidagi gangrashmi shunday gap chiqib turadi.
Bundaq bir kitobning o'ttirib chiqishi bilan xalqaroliq Uyg'urlarniki xalqarodagi davosiga bak cho'ng ta'sir ko'rsatib ketishi notayin menimcha. Lekin o'zimizga bo'lgan ziyni cho'ng. Hozir mana bir qancha kundan buyon chet eldagi ko'plagan Uyg'urlarniki diqqatim shunga qo'zg'aldi hozir. Mush mazmunga qo'zg'aldi. Men tunugun mush to'g'riliq Facebookga bir narsa yozib chiqarib qo'ygan. Uni ko'rganlarning soni hozir 2300 dan oshib ketdi. Meniki nasrim odatda undacha ko'rilmaydi. Lekin ma tema qiziq bir temaga aylandi. YouTube chiqarib qo'ygan narsam hozir 400 dan qadam ko'ribdi uni. Ammo o'zimizga ziyon bo'lyotdi. Men tunugun ishni tashlab qo'yib, shu Facebook chiqargan narsani tayyorladim. Bundan keyin bu jihatda qiladigan ishim bor. Ba'zi ishlarni qilyapman. Men shuni qilmoqchi. Chiqib vaqtimizni yo'qotdi bu ish. Anakin hozir Uyg'urlarning ko'ngli bek parishon. Vatandagi ahvol to'g'riliq. Aştaq bo'lgan bir ahvol ostida mundaq narsalar o'tirib chiqishi mazodi uniki qiymatini tushunmadim. Uyg'urlarniki tafakkurida ig'ir masala bor. Buni biz shu Uyg'ur qirg'inchiligi boshlangandan keyin ko'rdik. Ajoyib temalar o'tirib chiqib ketdi. Albatta men degandek, agar vatandagi Uyg'ur nüfusumizdan hozir 6 million yoki 7 million odam qolgan bo'lsa, 13 milyon, 14 milyon Uyg'ur yo'qolib ketdi degan gap. Mushundaq bir fojiani o'zbekistondan kechirayotgan bir millat uchun mandaq temalar ustida chet elda vaqt, zehn va boshqa narsalarni isrof qilishning nima ahamiyati bor, buni tushunmak tez. Bu albatta men degan shu logikalik tafakkur masalasi. Bu to'g'riliq men yaqinda jiq o'ylayapman. Bir necha oldin yozgan bir maqolam bor mening. Qiymat qarshi degan nima? Amerikaliklarniki qiymat qarshidagi muhim omillar degan uni ikki parcha qilib yozgan maqolani. Xudoyim bilsa yaqinda shuniki ovozli nusxasini Facebook'ga chiqarib qo'yaman men. Anglab yaqinlar shuning ichida logikalik tafakkur to'g'riliq ozroq mazmunlar bor. Uyg'urlarning mushiyatda ig'ir yetarsiligimiz bor, bizning ojizligimiz bor. Bakchi o'tirib chiqib ketdi bu narsa. Hozir davomlashyapti bu. Mushundaq ig'ir kunlarda nima uchun bundaq temalarni muzokara qilamiz? Men uqmadim. Nima tunugun meniki Facebook'ga chiqqanim o'tgan yil 11-oyning 9 va 10 kunlari Brusselda ochilgan xalqaro Uyg'ur munbiri yig'inida doktor Prag degan bir professor nutq so'zlab, shu Uyg'urlarniki Uyg'ur zemini Sharq Turkiston tarixda Xitoyniki bir parchasi bo'lib boqqanmi yo'q. Agar bo'lib boqmagan bo'lsa, Uyg'urlar uchun hozir qanday yo'l, qanday huquq bor degan mana bir masala to'g'riliq bir leksiya so'zlagan. Men shu leksiyani inglizchasini Facebook'ga va YouTube'ga chiqarib qo'ydim. Albatta men degandek uni barcha kishilar ko'rdi. Facebook'da 2300 odam, YouTube'da 430 dan ko'p odam ko'rib bo'ldi. Mushundan qaragan chaqda chet eldagi Uyg'urlar hozir mustaqillikqa intayin jiddiy qaraydi ekan, mustaqillikni istaydi ekan. Mana mustaqillik to'g'ri plan bo'lsa, mana darajadan tashqari qiziqadi ekan bular. Bu bir intayin yaxshi ahvol. Endi bu doktor Prag mush masala to'g'riliq bir kitob yozib o'tibdi. Bir guruh odamlarni, tadqiqotchilarni tashkillab, buni shu o'tgan yil nimada Brusselda, mana shu Brusseldagi munbarning yig'inidan keyin bir oqshomlik Uyg'urlarning faoliyati bo'lgan. Shu faoliyat bo'lgan chog'da bu kishi dedi yashada bir bo'lsa kitob bu yil nashrdan chiqadiganligi. Agar kitob nashrdan chiqib qolsa, Uyg'ur Project fondi nihoyatda qisqa vaqt ichida uni uyg'urcha tarjima qilib chiqaramiz. Endi mundaq Uyg'urlarning taqdiri bilan munosabatli cho'ng masalalarda dunyoga tunilgan xalqaro advokatlar bir narsa desa, uning qiymati bor. Boshqalarniki bu jihatda nima uchun bir narsa degisi kelib ketdi degan taqdirdami hozirgidek shaklda deydi, buni odamning qalbini o'tmaydi. Endi doktor Pragniki shu nutqida deganlarida ichida mundaq mazmunlar bor.
18 asrninki mobaynida, mana shu 1880-yillarniki o'tirlig'icha bo'lgan 18 asrning mobaynida Xitoyniki Sharqiy Turkistonga hukmdorlik qilgan vaqti 250 yil yetmaydi. Bu 250 yil vaqtmi taqqa-tuqqi bo'lgan, o'zgisi emas yoki bir qatim egallab olib bizning vatanni 250 yil uda hukm surgan emas. Maqatim bir 10 yil, yamirqatim bir 20 yil degandek ashtaroq bo'lgan bu ishlar. Hamda bu 250 yil ichida Sharqiy Turkiston xalqiga hukmdorlik qilgani yolg'iz Xitoylar emas. Bunun ichida mushtaq Sharqiy Turkistonni besib olib hükümdarlık qilganlarning ichida Moğol imperiyasi bor, undan keyin Manjularniki Qing sulolasi bor. Bu ikkisiniki vaqti uzunroq bo'lgan 250 yil ichida. Ammo ular Xitoy emas, bizning xabarda bo'lgandek. Undan keyin bu ikki Moğol imperiyasi bilan Qing sulolasi, Manjular Xitoyni besib olgan shu vaqtlarda. Yolg'iz bizning vatanning emas. Shunga bu yerda bizning vatanni besib olgan Xitoy emas. Shu doktor Pragning gaplari. 1911-yili Qinxay inqilobi g'alaba qilgandan keyin Sharq Turkistonni Xitoylar so'ragan emas. Xitoylarning ichidagi ayrim militaristlar so'ragan. Masalan, Qing Shidagi odamlar. Ular u qandaqdi Xitoy davlatiga vakolatan so'ragan hukmdorlik qilgan emas Sharq Turkistonga. Hamda shu vaqtlarning ichida Sharq Turkiston ikki qatim mustaqil bo'lgan. Biz bilamiz 1933-yili va 1944-yillar. Bu 1949-yilgacha bo'lgan ahvollar. Qisqasi 1949-yilgachilik Sharq Turkiston Xitoy davlatiniki changilga o'tib qolgan emas. Sharq Turkiston tarixdan buyon 1949-yilgachilik Xitoy ziminininki bir parchasi bo'lib qolgan emas. Xitoy Kompartiya hokimiyatining 1949 yildan Sharq Turkistonda yurgizgan siyosati mustamlikachilik siyosat. Bu siyosat Xitoylar imzo qo'ygan xalqaro qonun farmonlarda cheklangan. Shunga boshqa bir joyni mustamlika qilib olgan davlatlarning hammasi u joylardagi, u zaminlardagi mustamlikalikni oxirlashtirishi, zaminni egasiga qaytarib berish kerak. Xitoy Sharqiy Turkistonni qaytarib berish kerak. U yerdagi mustamlikachilikni oxirlashtirish kerak. Xalqaro jamoat mushunday bir ishni yuz berishiga yordam qilish kerak, majburiyati bor. Bu doktor Pragning degan gaplari. Andikin doktor Prag o'tirib qo'ygan intayin bir muhim nuqta. Buni boshqa bir qanchalarmi dedi. Shu munbar va boshqa yig'inlarda. Uyg'urlarniki o'z taqdirini o'z belgilash huquqi bor. Xalqaro qonun bo'yicha qaragan chog'da. Albatta degandek bu kishining kitobi chiqqan chog'da Xudoyim bo'lsa biz eng qisqa vaqt ichida tarjima qilib Uyg'urcha sizlarga yetkazamiz uni. Endi hozir Uyg'urlarda ümidsizlik og'ir. Xitoyniki cho'ng qirg'inchiligi boshlanig'ili 6 yildan oshdi. Albatta degandek vatan ahvoli intayin nachar. Yaxshilanish yo'q. Hozir ahvolimiz davomli ig'ilishga ketib boradi. Lekin Xitoy iqtisodiy jihatdan tez suratda chekinyapti hozir. Xitoy kompartiya hokimiyatining ag'dirilishi bizniki tasavvurimizdan ko'p tez bo'lishi mumkin. Endi alqi ümidsizlanayotgan qarindoshlarniki o'ylagandek biz hozir o'zimizning kuchiga tayinibla ozodlikqa chiqolmasligimiz mumkin. Uni o'zimizning kuchi yetmaydi. Andan keyin xalqarodan keladigan yordamni cheklik. Men yaqinda bir maqol yozdim. Bunda xalqaro bizga nima ishlarni qilib beradi, nima ishni qilib bermaydi. Bu haqda aniq mazmunlar bor. 40 yillik tadqiqotning natijalari uni anlab baxmagan qarindoshlar anlab baxsan bo'ladi. Ammo hozir nurg'un analizchilar Xitoy hokimiyati bir qancha yil ichida o'lib tushdi, ag'dirildi, davatidi.
agar ashta bir ish yuz bersa bizga bir fursat keladi. Endi bu yerda bunday bir savol bor. Agar Xitoy Kompartiya hokimiyati ag'dirilsa, uning o'rniga kim chiqadi degan. Hammamizning bilganidek, mayli Xitoy davlat ichida bo'lsin yoki chet el g'arblarda bo'lsin, mashta bir ish yuz bersa, darhol Xitoyga kelib hokimiyatni qo'lga oladigan bir kuch yo'q hozir. Lekin meniki o'zimniki tushunchasiga asoslangan chog'da ashtalar yuz berib qolsa, Tayvan va Hong Kong hokimiyatlari aralashishi mumkin. Xitoyni dastlabda idora qilib turadiganlar. Agar ashta bir ish bo'lib qolsa, Xitoy hokimiyati ag'dirilsa, xalqaro cho'qim Sharq Turkistonga atratlarni o'tib tekshirdi. Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy Kompartiya hokimiyati Sharq Turkistonda zodi qanday jinoyatlarni o'tkazdi. Uyg'urlarga bo'lgan ziyon zodi qanchalik. Mush ahvollarni tekshiradigan bir umid o'tishi mumkin. Ondan keyin haqiqiy ahvolni bilgandan keyin Sharq Turkistonni bundan keyin qanday idora qilish masalasi o'tirib chiqadi. Shu chog'da xalqaro jamoat Uyg'urlarni izlaydi. Sizlarning qanday fikringiz bor? Sizlar qanday qilishni istaysizlar? Bu emas meniki o'zimniki tushunchasi bu. Agar Victor Go degandek Uyg'urlarning nüfusi 6 yoki 7 million chiqib qolgan bo'lsa, bu fojia Ikkinchi Dünya urushida Yahudlarga yuz bergan fojiadan og'ir. Shunga xalqaro Uyg'urlarniki orzusini qondirishga bir xili kuchli darajada majbur bo'ladi. Menimcha. Ashta deb oldimiz kelib qolsa, xalqaro jamiyat, xalqaro jamoat sizlar bundagi qanaqa qilishni o'ylaysizlar desa, biz hargiz Xitoy bilan birga yashaymiz demaymiz. Sababi yaqinqi 6 yilning ichida biz Uyg'urlar adolatparvar Xitoyni ko'rmadik. Xitoy davlatining ichida ko'rmadik. Chet elda ko'rmadik. Uyg'urlarniki fojiasi, Uyg'urlarning taqdiri, Uyg'urlarning mustaqilligi masalasi kelgan chog'da Xitoylarning hammasi boshqa bir maxluqqa o'zgaryotdi. Shunga agar ashundaq Xitoyda o'zgarish bo'lib Uyg'urlarga o'zining taqdirini o'zi belgilaydigan, o'zining ishiga chiqadigan bir ahvol shakllansa, biz hargiz Sharq Turkistonni Xitoy bilan birga boshqaramiz yoki Xitoy bilan yashaymiz demaymiz. Bu bizning talabimiz emas. Xalqaro majburiy tansa o boshqa ish, lekin Uyg'urlar o'zimizni demaymiz. Biz adolatparvar Xitoyni ko'rmadik. Sharq Turkistonda Uyg'urlarni odillikla boshqaradigan yoki boshqa ish qiladigan odamni ko'rmadik. Bizning deydigan fikrimiz shu bo'lishi kerak. Endi Uyg'urlar ichida Xitoylar bilan birga yashashni xohlaydiganlar bor bo'lishi mumkin. Bu qatamda o'tirib chiqqan kishim ashta araqda qiludandi. Men aniq bilmayman. Ashtalar bo'lib qolsa, nima chet elga chiqib oldinglar bilmayman men. Hozir shu Xitoyning qo'yinda yashayapsiz, yaxshi emasmi? Ularning nima chet elga chiqib olib, aniq qanday deydiganligini bilmadim. Vatanning xalq nima kunlarni ko'ryapti hozir. Bundaq deyishniki nima zurriyat bo'lib qoldi? Buni men tushunmayman hozir qadar. Endi yaqinqi yana bir ahvol meniki Twitterim yaxshi menyapti inglizcha. Hozir 17.300 agash kuchim bor meniki. Yaqinda Twitter chiqqan ba'zi inglizcha mazmunlar xili kuchli ta'sir qo'zg'adi. Buniki birisi Uyg'urlarning, Uyg'ur qizlariniki hozir Xitoydan boshqalarga tegish imkoniyati yo'q. Xitoyga tegish birdan bir chiqish yo'li bo'lib qolganligi haqidagi mazmunti. Bu 6 qism, 6 video bilan chiqqandim, kod videolar bilan. Uni bahchi qadam ko'rdi. Bu 6 qismniki kurilish qatim soni 214 ming, 52 ming, 42 ming, 36 ming, 29 ming, 35 ming. Həmini qoşqanda 400 ming qatimdan eşib getdi.
Andan keyin yaqında Urumchidagi bir turmaga boshqa yerdan 12 ming Uyg'urni yetkazib kelganligi haqida bir mazmun chiqargan. U hozir 23 ming qatim ko'rildi. Andan keyin bu yildan boshlab Sharq Turkistondagi oliy maktab imtihonida qatnashgan Uyg'ur o'quvchilarning aran 20%i oliy maktablarga bora olar ekan, qolganlarning hammasi majbur emgak ishchilari, qul ishchilari qilindi ekan. Bu to'g'riliq mazmunni chiqargan, bu 22,5 ming qatim ko'rildi. Mushtaq bo'lgan hozir 3 kun bo'ldi. Xitoyniki Tor armiyasi menga nayt qattiq hujum boshladi hozir. Her kunisi nayt jiq narsalarni meni haqorat etadigan narsa chiqadi Twitterga hozir. Men bir qismlarini cheklab borman, bir qismlarida karim bo'lmaydi. Ishqilib 3 kun bo'ldi Xitoy armiyasi qo'zg'alib ketdi bu jihatda. Lekin men parvo qilmayman unga, sizlarga shuni deb qo'yay. Men bu ishni qilib kelgani uzun bo'ldi, buni kim davomlashtirman. Hozir Xitoy bir tarafdan vatandan chiqadigan uchurlarni intayin qattiq kontrol qilyapti. Ashta bu boshqa yaqinda 12 ming Uyg'urni boshqa yerlardan Urumchidagi bir turmaga yetkazib kelganligi, u turmaning qishiga sababi ash turmaning qishiga 3 chong zavod qurilganligi yeni yozgan, lekin bu to'g'riliq hech qanday rasm, video yo'q. Ashta bu boshqa burunqi majbur emgak ishchilariniki videolarini qo'shib qo'ygan men unga. Qo'shib qo'ysam Xitoylar shuni tutib toza hujum qilyapti hozir. Hozir yeni video rasmlar zodi kamasib ketdi vatandan. Ishqilib bu bir ahvollandi, lekin men abaydan deganda Xitoylarniki bu hujumga parvo qilmayman. Endi timini biraz o'tkay. Yaqinda bir yangi ish bo'ldi. 2 kun oldida tabiat jurnaliga bir maqola chiqdi. Bunun da deyilishicha, bir yilning oldida osmonga chiqarilgan James Webb Allen teleskopi bilan olimlar cho'ng portlash bo'lib 600 million yil o'tgandan keyingi 6 cho'ng galaksiyani bayqabdi. Bu ishniki ahamiyati zo'r. Nimishqa desanglar, hozirga qadar cho'ng portlash bo'lganiga 13 milliard 13,5 milyard yıl bo'ldi hozirga qadar. Shunga biz hozir osmonga teleskopni chiqarib eng jiroqni ko'rsak, aslida eng jiroqni ko'rayotgan orliq shu 13,5 milyard yil bo'lishi kerak. Lekin hozir shu 13 milyard yilga yaqin, ya'ni cho'ng portlash bo'lib 600 million yil o'tgandan keyingi yergachilik James Webb Allen teleskopi ko'rdi degan gap endi. Shu chog'da shakllangan 6 cho'ng galaksi. Şu cho'ng portlash bo'lib 600 million yildan keyin shakllangan 6 galaksiniki ko'rinishi bizga endi yetib keldi. Nima qilsang orlig'i ashta 13 milliard nur yil bo'lganligi uchun. Bizning ko'rayotganimiz shu 13 milliard yildan burungi ahvol. James Webb Allen teleskopi bilan ko'rgan undan qisqa orliq, undan uzun orliq cho'ng portlashdan keyin 300 million yil o'tgandan keyingi ko'rinishga. U hozirgi eng cho'ng rekord. Maqatim 600 million yil. Endi galaksiya nima? Koinot bak cho'ng. Burun koinotda 100 milyarddan 400 milyardchilik galaksiya bor deb qaralatdi. Yaqinda ba'zi olimlar kainatda 1 milyarddan 2 milyardchilik galaksiya bor ekan degan farazlarni o'tirib chiqadi. Ondan keyin bizning turayotganimiz Samanyolu galaksiya. Turimiz bizning yer sharimiz Quyosh shu yerda. Bizning galaksiyada taxminan 200 milyard yulduz bor bir galaksiyada. Bizning Quyosh shuniki birisi. Kainat aşınçılar cho'ng. Shunga bu jihatda kainat haqidagi bayqashlar oxiri uzilmayapti, buni kim uzilmaydi. Dahi kainatniki cherisini ko'rib baxmaydi, u to'g'riliqda hech qanday odam ko'rib baxmaydi hozir qadar. Shunga bu tekshirish davomlashadi bundan keyin. Maqadimki bayqash haqida rasm, videolar tarqatilmadi, sababini bilmadim men. Odatda bunday cho'ng xabar chiqqan chaqda rasm, videolar chiqdi.
Ben özümü izlashga vaqt chiqaramadim gapni rostini qilsam. Faqat xabarlarni ko'rdim. Andan keyin o'tgan qatimqi videoda degan gaplardan ozroq gaplarni chaldab qo'yibdim men. Sizlarga bir nimisiman bundaq to'rtchasi teleskopni gapini degandim. Masalan, kengligi 1 metr, uzunluğu 10 metr. İşte teleskoplarni aylandırıp durup resimga oldigan. Uning nim foydasi var degan gapni demabdim men. Sizlarga bir narsani dedim. Olam teleskopidan agar diametri, asosiy ayniginiki diametri 1 metrlik teleskopni chiqarmoqchi bo'lsak, uningga taxminan 1 milliard dollar pul ketadi. 10 metrlik teleskopni chiqarmoqchi bo'lsak, taxminan 10 milliard dollar pul ketadi. Mana bu James Webb olam teleskopiga 12 milliard dollar pul ketdi. Hatta boshqa kengligi 1 metr, uzunluğu 10 metrlik teleskopni osmonga chiqarsak, unga ketadigan chiqim 1 metrlik teleskopga ketadigan chiqimdan sal ko'proq bo'ladi. Lekin 10 metrlikdan jiq oz bo'ladi. Shunga buniki iqtisodiy jihatdagi foydasi bek zo'r. Bu gapni deyishni unutib qolibman. Ondan keyin yana bir gap nima degan, men yaqinda shu olam boshqa chiqaradigan teleskop bilan bir uyda turib tajriba qildim deb. Bizning idoralarda temir chambarak uylar bor. Stakanga o'xshaydigan, unda chashkaga o'xshaydigan bo'ladi. Uni bir tarafda og'zi bor, qayir bitlar yem itillik. Biz olam teleskoplarini osmonga chiqarishdan burun ashtaq temir uyning ichiga tiqib, u uyning ichidagi bütün havoni shumirib chiqarib etib, haqiqiy bo'shliq paydo qilib, ondan keyin uni nayt isitib 100 gradusdan ortiq nayt sovutib, ashtaqa tajriba qilamiz. Ashtaqa qilganda bu teleskopdagi elektronlik, optikalik uskunalar ishlamamdi. Bizniki tamda ketmamdi. Undan boshqa yana bu teleskoplarni osmon boshqa chiqarishdan burun maxsus uni titirtadigan cho'ng karvatlik tajribaxonalar bor. O kravat qo'yib turib, qattiq silkiymiz uni. Uni qattiq silkib, yeni o'lchaymiz asablarni, elektronlik, optikalik asablarni, mexanikalik asablarni. İşlemni ishlamamdi. Sababi nima desanglar, raketada osmonga bir narsa chiqqan chog'da raketa intayin qattiq silkiydi. Shunga agar yer yuzida silkigan chog'da bardashib turamasa, teleskopni yasab osmonga chiqqan chog'da osmonga ulug' chiqadi, u ishlamaydi. Shunga butun qilgan emgak bekor ketadigan gap. Ondan keyin kainat haqiqiy bo'shliq, u yerda havo yo'q. Yer sharidan 80 kilometr egizlikning ustiga chiqsanglar, u yerda havo yo'q, bo'shliq. Shunga kainotdagi olam teleskoplarining hammasi haqiqiy bo'shliq ishlaydi. Shunga biz uni yer yuzida tajriba qilgan chog'da haqiqiy bo'shliqni paydo qilib turib qilishimiz kerak. Ondan keyin osmonda bu kainat teleskoplari ishlagan yerda temperatura o'zgaruvchi intayin cho'ng bo'ladi. Kunduzi 100 gradusdan yuqori issiqligi, kechasi bo'lsa 100 gradusdan tuvan degandek ashaq bo'lib ketadi. Shunga u yerga chiqargan teleskop ashaq temperaturada ishlaydigan bo'lishi kerak. Shunga mush tajribalarning hammasini yer yuzida qilib, ondan keyin teleskopni osmonga chiqaramiz. Belki gap mushunga munosabatlikdi. Shunga uni deyishni unutib qolibman. Ondan boshqa ba'zi qarindoshlar bu yaqinda Amerika etib tushirayotgan Xitoyniki josuslik shari haqida biroz tushuncha bersangiz deb u savolni so'radi. Amerika bu qatim Amerikada Carolina, Janubiy Carolinada etib tushirgan sharniki Xitoyniki josus shari ekanligini jazmlashtirdi, e'lon qildi uni. Undan keyin kichikroq shardan inishkini etib tushirgan Amerikada. Lekin bu to'g'riliq boshqa gap qilmadi. Ondan keyin ma sharnikimi Xitoyniki josuslik shari, bu Xitoyniki shu shar harbiy qo'shininiki uskunalariniki bir qismi ekanligini bular o'tirib chiqadi. Lekin undan ko'p gaplarni qat'iy deyilinmaydi. Amerika hukumati demayapti hozir. Amaliyotda endi demaslikning sababi ularda qo'l tushirib olgan uskunlarni tekshirib, unda qanday uchurlar bor, shuni aniqlab bo'ladimi? Bu aniq emas. Bu to'g'ri boshqa gaplar yo'q. Ishqilib etib tushirayotgan bu cho'ng shar Amerikadagi cho'ng harbiy armiya bazalari
yadro bomba bazıları hemisi beripti bu. Demek o bir casusluk şari. Gordon Chang degan bir kişi var Amerika'da. Tunulgan bir siyasetçi, analizci. O kişi deydi, Xitoyniki muştaq bir şarni Amerikaga avatib, Amerikaniki harbiy bazalarini tekshirishi, uniki Amerika bilan urush qilishga tayyorlik qilayotganligidan darak berdi dedi bu kishi. Ama bu zodi qanday ahvol hozircha bir narsa bo'lmaydi, uni boshqa. Endi meniki yana bir hissiyotim bor bu jihatda. Uni nima desanglar, Amerikaniki bu jihatdagi xabarlarni bundan ko'p tarqatmay, hozirgi hukumat imkon bor Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarni bak buzvatmaslik tarafdori bo'lish mushtaq qilishidagi bir sabab hozir Xitoyniki iqtisodiy intayin tiz tushyotdi pastga. Agar shu 2022 yildan keyin Amerikaning iqtisodiy joyida jim turgan bo'lsa, Xitoyniki bunday tushib ketadi. Hozir unday emas, Amerika bilan tang tushib ketib qolyapti. Garchi o'xshash qadamda bo'lmasa-mu. Ishqilib mushtaq bir ahvol bor. Endi kelajaqda Amerikada prezidentlik saylanma bor. Biden saylanmaga qayta tushdi. Shu Amerikada prezidentlar qayta saylanmaga tushadigan vaqtda Amerikaning iqtisodi tushib ketsa, buningki prezident qayta saylanmaydi. Amerika xalqi norozi bo'lib, bu omil hozir Amerikaniki ichidagi medialarda ancha o'tirib chiqmadi. Lekin mening kallamda oshpir narsa bor. Hozirgi shu Xitoy shariga munosabatdagi uchurlarniki, gap-so'zlarniki bundan ko'p bo'lmasligi bir sababi shumikin. Biroz Xitoy bilan bo'lgan munosabatni bunda bak buzatmaslik, Xitoyniki iqtisodini bak cho'g'atmaslik, masalan, kelajak saylandan burun mushtaq bir yo'lni tutdim ekan degan bir gumon bor menda. Xalqaro siyosatda e'lon qilingan maqsad bilan yoshiringan maqsad degan bir uqum bor. Stated goal and hidden goal degan. Shunga Amerika hukumatidagi shu yoshiringan nishon Xitoyniki iqtisodini bak buzatmaslik kelajak saylandan burun. Mushtaq bir tarafi bormikin deb gumonlayapman o'zim. Bu to'g'riliq Amerikaning ichidagi medialarga bir narsa chiqdimi uqmayman. Nima qilsanglar, men bu jihatda tekshirish olib boqmadim. Uning vaqtim yo'q, meniki vaqtim yetmadi. Agar bu jihatda uchuri bor qarindoshlar bo'lsa, inkas shaklda yozib qo'ysanglar, men mamnun bo'laman undan. Endi yaqin qish gapning ichidagi yana bir cho'ng voqea Xitoy bilan Amerikaniki so'qishishi. Bu so'qishish shu Myunxendagi bexatarlik xavfsizlik yig'inida bir qator namoyon bo'ldi. Xabarlarda bor, Amerikaniki tashqi ishlar ministri Xitoyniki jasus shari voqeasi bo'lgandan keyin o'ziniki Xitoyga bo'lgan ziyoratini to'xtatdi. Xitoyga bormaydi, ammo bu qatim Myunxenda Xitoy Kompartiyasi Markaziy tashqi ishlar komitetining ishxonasidagi mudiri Wang Yi bilan ko'rishdi. Bu Wang Yi degan sobiq Xitoyning tashqi ishlar ministri toki yaqin qadar oshnalar Myunxenda ko'rishdi. Endi bir qism kishilar Amerika Xitoyga bo'lgan ziyoratini to'xtatib qo'yib, Myunxenda ko'rishdi, o'xshash bo'ldi deb qarayotganlarmi bor. Lekin bu qatimki ko'rishish mohiyat jihatdan o'xshamaydi burungi maqsad bilan. Sababi nima desanglar? Bu qatimki Myunxendagi ko'rishish ikki bolalarga urushganligi bilan o'xshash bir ish bo'ldi. Urushdi bular asosan. Og'zini buzishib tillashmasimi? Xitoy o'zining gapini qildi, Amerika o'zining gapini qildi. Bo'libmi? Blinken bu qatim Wang Yiga ikki narsani aytib qattiq dedi. Uni birisi Rossiyaga qurolli yordam berma. Biz ham ishini bilamiz. Qurolli yordam berma. Agar qurolli yordam bersang, uni oqibati yaxshi bo'lmaydi deb Xitoyni qattiq ogohlantirdi. Bu birinchi bo'lgan ish. Ikkinchisi, hozir shu ishdan keyin hozir Amerika o'zi egallagan Xitoyniki Rossiyaga qanday yordamlarni bermoqchi bo'layotganligi haqidagi ma'lumotlarni xalqaroga oshkorlab etish masalasi to'g'riliq hozir planlar bor. Amerika hozir anglashlarga qaragan chog'da, xabarlarga qaragan chog'da
Amerika ishki jihatdan bu bir ishni maslahatlashib yetibdi hozir. O yüzden dunyoga oshkorlab o'tamizmi deb. Bumi Xitoyni ogohlantirib qo'yish. Seningki nemini planlayapsan Rossiyaga yordam qilish jihatda biz hamma bilamiz. O'shuni top deb mushu bilgan narsalarni oshkorlab o'tish bu jihatda paranglar bo'lyotdi. Shunga bu qatamki Myunxen yig'inidagi Xitoy Amerika so'qishishi Xitoy uchun ziyonliq. Amerika hozir o'zining Xitoyga qarshi maydonini texmo mustahkamlayotganligining bir ishorati bo'ldi. Endi yaqinda bo'lgan yana bir cho'ng ish Ukraina bilan Rossiya to'qinishi. Bu jihatda tunugin shu mushqitim Wang Yi nimaga Myunxenga kelgan chog'da mana shu bexatarlik xavfsizlik yig'iniga kelgan vaqtida Ukrainaniki boshliqlariga bir tinchlik planini sunibdi. Bu planniki mazmunlari to'rda biroz oshkorlandi. Endi bu to'rda oshkorlangan mazmun bo'lganligi uchun u qanchalik ishonchlik uni bilmaymiz. Bu Xitoyniki o'tirib qo'ygan plani bundaq 3 cho'ng mazmunni o'z ichiga oldi ekan. Uning birinchisi Rossiya o'tgan yil 2-oyning 24-kuni Ukrainaga urush boshlagandan burungi chirasi ichiga chekinadi Rus askarlari. 2022 yili 2-oyning 24-kunidan burungi chirasiga chekinadi deydi. Aştaq bo'lgan chaqda Rossiya uningdan burun besib olgan sharqdagi 4 o'lka va Krimiya qatorliq joylar yine Rusiyalarning qo'lida turaverdi degandek gap bo'ladi bu. Aşağıya chekindi deydi. Ondan keyin Ukrainaning sharqidagi 4 o'lkani 1 yil BDT boshqardi. Ondan keyin bu chekingan vaqtida chegarada Ukrainaning ichida 10 kilometr, Rossiya tarafida 10 kilometr cheklangan rayon shakllantirdi. Bu rayonni BDT boshqardi. Ondan keyin sharqdagi 4 o'lka Rossiya besib olgan 4 o'lkani BDT boshqardi 1 yil. 1 yildan keyin bu o 4 o'lkada umumiy xalq saylimi o'tkazib, o o'lkalardagi xalq Rossiyaga tabe bo'lamdi yoki Ukrainagami buni ashlar o'zlari qaror qiladi deydi. Bu Xitoyning o'tirib qo'ygan tinchlik planiniki birinchi moddasi. Ikkinchi moddasi, ikkinchi mazmuni Ukraina bundan keyingi 20 yilning ichida NATOga a'zo bo'lmaydi deydi. NATOga kirmaydi. Buniki bir cho'ng sababi bor. Putin yine 20 yıl yaşamaslığı mümkün. Ukrayna 20 yıllık nimaga NATOga kirmasa bu Putin için faydalık. Putin'niki arzusu buncha bo'ladi. Onun için Xi Jinping degan jalatni yaşamaslığı mümkün. Şuna ma'ni aytdi, ustunlik bilan o'tirib qo'ygan narsa. Üçüncüsü başka ellar Ukraynaga va Rossiyaga yordam qilmaydi deydi. Hazır Ukraynaga yordam qilayotgan nurg'un ellar bor. Yevropada, Amerika mana shundoq, Yaponiya, Avstraliya degandek. Lekin Rossiyaga yordam qilayotgan faqat Xitoylar bor. Bu yerdami Xitoylar G'arbniki do'pisiga jigil savatidan endi o'yin o'ynab, ahmaq ko'rib qolganlarni. Mana shu 3 narsani o'tirib qo'yibdi. Bu o'tirib qo'yilgandan keyin Ukrainaniki boshlig'i buni rad qilibdi. Bu o'yin endi Xi Jinping'niki o'zini dunyoning doisi qilib ko'rsatish uchun tutqan ishlarinki birisi. Shunchalik sharmandachilik, nomussizlik bo'lsin, bular o'tirib chiqaverdi mashtaşlar bilan. Yaqin-yaqin Xitoy Kompartiya hukumati sharmandachilik, nomussizlikda har hafta degandek o'zining burungi rekordini buzyotdi bular. Acayip ishlar o'tirib chiqyotdi. Bularning hammasini bu yerda deydigan vaqt yo'q. Ammo ma'u tinchlik planimi shuniki birisi. Buni dunyodagi hech qanday davlat qabul qilgan bir narsa emas. Ashtaq bo'lsin bu o'tirib chiqadi. Mushu tinchlik planini bugun
Xi Jinping degan jallat BDT'dagi bir cho'ng yig'inda o'tirg'ich qo'ydi ekan, bir yig'in bo'ldi ekan. Mana shu Ukrainaniki taqdirini qandaq bundan keyingi ishlarni qandaq bir taraf qilish to'g'riliq BDT'da cho'ng ovoz berish bo'ldi ekan. Shu Xitoyning planini Xi Jinping o'tirib qo'ymish. Qarag'anchada videoga qo'ydigan o'xshaydi. Undan boshqa Ukraina ham bir planni tuzib chiqibdi. O planı shu bugungi yig'inda o'tirib qo'yildi ekan. O planni hozir 68 davlat qo'llab qopti tunugun. Bugun qancha songa ko'paydi men uni bilmayman. Bugungi xabarlarni ko'rmadim. Bugungi mazmun tayyor qilaman deb. Tunugunlar 68 davlat qo'llab qopti ekan. Endi bu ikki plan haqida jiddiy kurash bo'ladi degan. O'qisdan harakatim Xitoylar chuprandi ushaq davlatlarni yig'ib olib, ularning ovozini bir davlatning ovozi bir bo'lganligi uchun shularni yig'ib olib BDTda nechqatim ustunlikni egallab ketdi. Uyg'ur masalasida ham shundoq. Shunga ular bugunmi undaq o'yinni xil o'ynab boqdi. Shundan hech qanday bo'ldi deb men hozircha bilmayman. Bu esa keyincha oshkorlandi. Endi Ukraina bugungi BDT yig'ini uchun tayyorlagan talab tuvandagidek mazmunlarni o'z ichiga oldi ekan. Bunu to'g'ri chiqqan narsa endi bu o'zgarib qolamdi, uqib olmaydi. Uniki birinchisi Ukrainaning talabi. Rossiya armiyasi Ukrainadan shartsiz chekindi. Hech qanday shart qo'yishga yo'l qo'yilmaydi. Shartsiz chekindi. Shartsiz chekindi deganda shu sharqdagi 4 o'lka Krimiyadan tortib hammasi o'z ichiga oldi deb tushundim men. Hammasidan shartsiz chekindi. Bu ikkinchisi ayrim ekan. Rusya 2014 yılı besib olgan Krimiyani qaytib berdi. Üçüncüsü xalqaro sud qurib Putin ve başka Rusyadagi boshqa barliq urush jinoyatchilarini jazolaydi. Xalqaro sudda. Xuddi burun Yugoslaviyaniki boshlig'ini jazolagandek jazolaydi. Üçüncüsü Rusya bu qatimki urush chiqimining hammasini to'laydi. Hazır kişiler biraz islap baktı bu çıkım ne? Bu çıkım 10 trilyon bilen 20 trilyon dolar etrafı da değdi. Bu nesleme bundaki tekimi enik buludu. Beşincisi Xalqaro Tekshirish Atriti bu qitim ki şu Rusya'nınki tecavüzçülükte Rusya'ya yardım qilgan barliq devlet ve şu devletlerinin emerdallarının hammasini aniqlab chiqib ularni jazolaydi deydi. Beşincisi, aştaq bo'lgan chaqda Xi Jinping degan jallat, Wang Yi degan Xitoy, mushlarning hammasi mushqatim mushu xalqaro sudda jazolangan obyektlar bo'ladi degan gap. Bu Ukrainaniki o'tirib qo'ygan talablariniki asosiy mazmunlari. Bu to'g'riliqmi bundan keyin texnik ko'p uchurlarga erisha olamiz. Hozircha qarindoshlarni men shunchalik xabarlantirib qo'yay deb o'yladim. Endi hozir bu Xitoyniki Rossiyaga yordam qilayotganligi va texmo ko'p yordam qilmoqchi bo'lganligi oshkorlanyapti. Buning ichida harbiy yordami bor. Hozir Ukrainaga kirgan Rossiya askarlariniki yegan tomoqlari, yeyotgan tomoqlariniki ustida Xitoy chiqat borligi, mana rasm videolar majmua taraflarga chiqib ketibdi endi. Demak Xitoylar yordam qilishni boshladi degan gap. Endi bu yerda muhim bir savol. Xi Jinping degan jallat va Xitoy hokimiyati Rossiyaga nima uchun yordam qilmoqchi bo'ladi hozirgi vaqtda? Degan bir savol bor. Bu to'g'riliq har xil ko'z qarashlar o'tirib tushyapti. Buniki birisi Xitoy 1959 yildagiga o'xshash yo'l tutmoqchi degan ko'z qarash bor. U nima desa, Amerikaga qarshi turib Koreyaga yordam qilish. 1959 yildagi urush. Ashunga o'xshash qilmoqchi. Hozir endi Rossiyaga yordam qilib Amerikaga qarshi turmoqchi degan ko'z qarash bor. Bu ko'z qarashninki mumkinchiligi ancha yuqori emas. Xitoy hokimiyati niki dötteki u derecege bormaydi deb o'ylayman men. Buniki ehtimollar cho'ng emas. Endi yana bir ehtimollikmi bor? Hozir o'tirib chiqayotgan ehtimollarning ichida. U nima desa, Xitoy Kompartiya
Kompartiyasi 1940 yılları Yaponga karşı uruş mezgilida qo'llangan usul. U chaqda aslida Yaponiya bilan Xitoy milliy armiyasi Gomindan o'tirsidagi urushni shu chaqda Xitoy kompartiyasi keltirib chiqargan ekan. U chaqda Yaponiya bilan umumyuzlik urush boshlashdan burun Xitoy kompartiya armiyasi intayin ojizlab ketgan ekan. Ojizlab shu Gomindanla urushib, ojizlab faqat nimada Sanbeyda faqatlan birlan bosib qolgan ekan. Gongsandangniki. Shu chaqda Xitoy kompartiyasi Liu Shaoqiga vazifa berib, bir vaqa qo'zg'agan ekan. Xitoy Liu Shaoqiniki Beifangju deydi. Shimoliy qismi orqali Luguo Chao degan bir voqeani qo'zg'atgan. Shu Luguo Chao degan yerda Yapon armiyasining bir cho'ng amaldorlarini tutib akitib, Xitoy kompartiyasi Liu Shaoqiniki boshchiligida buni kin Gomindanga atib ketgan. Shun Yaponlar berib kin Gomindan rayonlarini tekshiramiz desa, Gomindan unumapti. Unumgandan keyin urush portlab ketib, shuning bilan Yaponiya Gomindan o'tirishda urush portlabdi. Shu urush portlagan vaqtida Mao Zedong mundaq bir ilmikni o'tirib chiqaribdi. O debdi, biz kuchimizniki 10%ni Yaponga qarshi urush qilishimiz. 20%ni eziqtirish xizmatiga ishlatamiz. Eziqtirish degan Xitoycha tufu deydi, tufu. Inglizcha cope-with. Buni aslida taqabul turish deb ishlatamiz bu tufu degan gapni, lekin menga to'g'ri uyg'un kelmaydi bu. Eziqtirish degan gap amaliyotda. Boshlarni bunday urush qilayotgandek, yordam qilayotgandek, Gomindan yordam qilayotgandek, Yapon qarshi urush qilgandek ko'rinib turib, eziqtirish qilganlarni aldash. Shuni ishlatamiz deydi. 10%ni Yaponga qarshi, 20%ni eziqtirishga qolgan 70% vaqtimizni, kuchimizni o'zimizni taraqqi qildirishga ishlatamiz deb. Xitoy kompartiyasi mushunaq bir ilmiklarni ishlatib, Gomindanni qo'ritib, Yapon bilan bo'lgan urushda keyin Yaponiya Amerikaniki qo'l tiqish bilan mag'lub bo'lgandan keyin Gongsandan kuchayib elib, shuning bilan Gomindanga qarshi urush boshlab, Gomindanni Xitoy cho'ng qo'rqligidan qo'g'ilib etdi. Bijat bu vaqa shu. Hozir endi Xitoy Amerikani Rossiya bilan aplashtirib qo'yib, mashta harbiy yordamni jiqqizib, xo'ritib, shu orqali yana o'zi kuchayib, shu orqali Tayvanni qo'lga olib dunyoga xo'jayin bo'lish. Mushayatda mashta bir suiqasdni qo'l olmoqchi degan fikrlar o'tirib chiqyapti hozir. Buniki ehtimoli hali bor, lekin bu yerda Amerikani xo'ritib degan hukm ancha amniyatga uyg'un emas. Amerika Iroq bilan bo'lgan urushda xil uprag'an 10 yil. 10 yil 2 trillion dollardek pul xashlab, shu Iroqqa kirib chiqqanmay xil vayron bo'ldi Amerika. Shu chaqda Xitoy intayin yaxshi taraqqiy oldi. Amerikaniki hamma narsani o'g'irlab, Amerikaniki, G'arbniki, Yevropaning hamma yeriga singib kirib, nayt cho'ng paydab ketgan. Xitoy hukumati hozirmi endi Amerikani Rossiyaga bog'lab kelib turib, boshqa foydalamaymiz, diqnayz qo'zg'ab qo'yib deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Shunga ikkinchi xil ehtimolli kuchli deb o'ylayman. Lekin bu qatim Rossiyaga yordam qilayotgani Amerika emas, butun Yevropa, boshqa nurg'anlarmi bor. Boshqa yana bir tarafdan Amerika Tayvan bilan bo'lgan munosabatni misli ko'rilmagan darajada kuchaytiryapti. Yaqinda har nurg'un ishlar bo'lib ketdi bu jihatda. Bu to'g'ri so'z desam, men mazmun uzrab ketadi degan so'z demayman. Ehtimol sizlar xabarda ko'rayotgan bo'lishinglar mumkin. Endi shunga u jihatga maqsad yetolmaydi deydi. Ondan keyin yana birisi kishini uchur sizlarga Xitoyniki iqtisodniki qaysi darajada tushayotganligi. Necha kun oldida Xitoy o'lkalarining bir yerida bir zavod 1000 ishchi olmoqchi ekan, 1000 ishchi olamiz deb uqtirib chiqarsa, uningga 100 ming odam iltimos qilibdi.
hozirgi ahvol mushtaq bo'lyotdi Xitoyda. Ishsizlik intayin og'ir. 1000 odamga 100 ming odam iltimos qilgan. Ondan keyin xizmatga oldigan ayollarning hammasi iltimos qilish puli degan bir narsalarni chiqarib 350 so'mdan xizmat iltimos qilganlar ko'p bo'lgani uchun uni pul tepatgan ahvollarmi bor. Ondan keyin dengiz yo'li bilan mol tashiydigan Jirvanshan deymiz. Men uyg'urcha ismini unutib qoldim. Yuk qanchalaygan sanduqlarni. Hozir Xitoyniki 4 cho'ng portsi bor ekan, Gangkou. Aşlarının hemmisi de Xitoyniki quruq sanduqlari döv bo'lib ketibdi. 7 qavat sanduqlar bor deydi. Yaqinda Xitoyniki mol tashiydigan cho'ng tipli mashinasi truck larniki shu qator bekat tizilib turib ketgan videolari, rasmlari chiqdi to'rlarga. Ish qilib Xitoyning iqtisodiy intayin og'ir darajada nacharlashyapti hozir tez suratda. Uy savdosi mashindaq. Andikin nurg'un kishilar sağlamlık sug'urtini qaytarib etish hukumatga. Burun nurg'un pul to'lab sağlamlık sug'urtini olganlar undan foydalanmaydi ekanmiz, baribir bizni davolmay ekan deb qaytarib bersin deb hozir natijada xalq qo'zg'alib hukumatning oldiga yig'ilib olgan ahvollar bor. Andan keyin yaqinqi pensiya chiqqanlarniki namoyishchisi bu munayati natijalarda tang yuz berdi bu ishlar. Hozir endi Xitoy xuddi 5. yıl Ürümçi qirg'inchiligidan Uyg'urlarni qanday tutgan bo'lsa, Xitoy ichki o'lkalarda ham namoyish chiqqanlarni tutyapti hozir. Endi buni qancha yetishidi buni bilmaymiz. Yerlik hukumatlarniki pul qolmaydi hozir. Mandaq namoyish chiqqanlarni tutib yuradiganga natija qisqarib ketadi. Boshqa boshqa bu jihatda Xitoyning kun xili holi intayin bo'sh hozir. Shu qilib ahvollar bor. Shunga ümidimizni yo'qotmayli. Xudoyim bursa bu jihatdagi Xitoy hokimiyatining ag'dirilishi Uyg'ur taqdirini yaxshilashga bir yangi fursatning kelishi biz o'ylagandan ko'p tez bo'lishi mumkin. Hozir nurg'un analizlar ashtab qarayotdi. Shunga hammamiz umidvor bo'laylik. Shuna qilib meniki bugun deydiganim shunchalik jiqib ketdi deb o'ylayman. Aslida qisqaroq qilaman deb o'ylagandim. Kechiringlar. Buludu, kilar qattim ko'rish aman bulunlar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.